Nahot bugun so'nggi bora bir sinfda uchrashamiz. Nahot endi biz tobora sirli hayotga shoshamiz. Hali anglolmagan asrorlar. Assalomu alaykum. Hamma sinflarimizga 2025-yilda talaba bo'lish nasib etsin. Hamma o'z yo'llarini topib o'qishlarga, ishlarga kirishsin. Hammasiga omad tilayman. Qizlarimiz ham ertachiroq erga tegishsin, o'g'illarimiz ham tezroq uylansin. Har doim mana shunaqa yig'ilib, oqibatimiz yo'qolmasin. Bugun so'nggi bor yangraydi qo'ng'iroq, jaranglamas takror bu so'nggi qo'ng'iroq. Esimdan chiqmas bir zum maktabda o'tgan davrim, seni unutmasman birinchi muhabbatim. Bugun so'nggi bor yangraydi qo'ng'iroq, jaranglamas takror bu so'nggi qo'ng'iroq. Esimdan chiqmas bir zum maktabda o'tgan davrim, seni unutmasman birinchi muhabbatim. So'nggi qo'ng'iroq yuragimda titroq, xayr bolaligim bu so'nggi qo'ng'iroq. So'nggi qo'ng'iroq yuragimda titroq, xayr bolaligim bu so'nggi qo'ng'iroq. Eslaysanmi Faridam, sochlaringdan tortganim, hali hanuz yodimda qorlar otib qochganim. Yodimda o'sha damlar, birga qilgan sho'xliklar, bizdan tinchlik yo'q edi, tezor edi ustozlar. So'nggi qo'ng'iroq yuragimda titroq, xayr bolaligim bu so'nggi qo'ng'iroq. So'nggi qo'ng'iroq yuragimda titroq, xayr bolaligim bu so'nggi qo'ng'iroq. Bugun so'nggi bor yangraydi qo'ng'iroq, jaranglamas takror bu so'nggi qo'ng'iroq. Esimdan chiqmas bir zum maktabda o'tgan